Yo'q, qachonga shunaqa yashamoqchisiz? O'zingiz joningizga tegib ketmadimi? Hammamiz jonimizga tegdi. Bolalarimiz katta bo'ldi. Qizimizni bo'yi yetgan, sovchi kasal nima deymiz? Bitta shu kichkina hovlida yashaveramiz mushtoylar. Sodiq. Tur xo'jayin chaqiryapti. Assalomu alaykum. Shutsiz, mashg'ulotda anchadan beri ishlaysiz. Yo'q demasangiz, bir taklifimiz bor edi. Hop, qo'ldan kelsa, birjonidir. Shutsiz, mashg'ulotga sizni rahbar qilib saylamoqchimiz. Nima deysiz shunga? Mayli, agar shunga loyiq deb bilgan bo'lsangiz, roziman, nima deyman? Bo'ldi, bo'lmasa ertaga chiroyli kiyinib, glavniy ofisda sizni kutamiz. Ma'lum bo'lsin? Tabriklayman. Rahmat, joni sog' bo'lsin. Rahmat. Xo'p. Bu uyda men katta farzandman. Nega ukam chiqib ketish kerakmi, tushunmadim. Chunki ukangiz sharoiti yaxshi, shunga yaxshi topadi. Yoki bo'lmasa puldan bizga yordam qilsin, biz chiqib ketaylik. Sen jinni emasmisan? Men qanaqa ukamga pul ber yoki chiqib ket deyman. Nima qildi? O'zi yaqinda chiqib ketaman deganda men olib qoldim. Bekor qilgansiz. Chiqarish kerak edi. Yo chiqib ketsa gap shu, yoki bo'lmasa pul berib. Hey! Aka-ukani o'rtasiga sovuqchilik tushirma. Bo'lmasam sen chiqib ketishingga to'g'ri keladi. Tushundingmi? Shunaqami? O'zim uchun gapirdimmi? Bolalaringiz katta bo'ldi deb gapiryapman. Menga nima kerak? Sodiq aka, keling, salom. Yaxshimisiz, charchamaysiz? So'ngsiz? Charchamaysiz. Buxgalterimiz. Assalomu alaykum. Jasur, ukam yordamchim. Charchamaysiz, stansiyamdan olsam. Sodiq aka, bugundan skladda boshliq bo'lib ishlaydilar. Bo'lmasam, jamoa bo'lib, ahillikda til topishib ketasizlar deb o'ylayman. Xudo xolisi yuz yerga qaratmaymiz. Bo'l, sizlar bemalol tanishib olavering, men xonada bo'laman. Bo'ldi, xo'p. Aka, Labbi. oldin bu sohada ishlaganmisiz o'zi? Yo'q. Bu birinchisi. Lekin hisob-kitobni yaxshi tushunaman. Ha endi hisob-kitob bilan ish bitmaydi-da. Mas'uliyat degan narsalar ham bor, bilasiz? Xudo xolisi hammasini sekin puxta o'rganamiz. Siz borsiz-ku? Omadingizni bersin. Rahmat. Charchamang. Alo. Tuzumsan? Ha, o'rtoq, yaxshimisan? Mashinnikman degan. Voy, nima deyapsan, jinnimisan? Agar ish hal qilmasang, bilasan nima bo'lishini. Ha, xo'p, hal qilamiz domlanu. Qachon? Shu 10 kunlarda hammasini to'g'rilaymiz. Bir hafta muhlat. Voy, xo'p dedim-ku. Vaqt ketdi. Bo'pti. Aka, to'g'risi keling bilan har kuni uyda janjallashinglarni xohlamayman. Nima qildiysan? Men ham xohlamayman shuni. Keling aytgandek bo'la qolsin. Yoki men chiqib ketay, yoki sizga boshqa uy olaylik. Esingdami yoshligimizda nimani orzu qilardik? Hammamiz bitta katta oila bo'lib yashaymiz. Bir qozonda ovqat yeymiz. Bizani hech kim ajrata olmaydi deb niyat qilardik. U gaplar qayerda qoldi bo'lmasa? Men ham shuni xohlayman. Lekin bolalar ham katta bo'lyapti. Ertaga to'y qilishingiz kerak, kelin tushirishingiz kerak. Ustiga keliningiz ham shu fikrda. Ozgina sabr qilaylik. Kelinga keladigan bo'lsa, uni aka-ukasi, opa-singlisi yo'q. Shuning uchun jigarchilikni oqibatda uncha yaxshi tushunmaydi. Adasini operatsiyasiga pulni sandan olganimni aytmaganman. Uni xabari yo'q. Keyin men onamga bergan va'damni unutganim yo'q. Men har doim yoningdaman. Ahilchiligimizga ko'z tegmasin. Bir minut. Alo, Labbi Jamshidga. Hammadan kutaman. Sandan kutmadim. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men sani qo'lingmi? Mani qo'lim. Bo'lsa ham sani qo'lingmi? Mani qo'lim. Saniki Mollarni chiqazaverganman, nima muammo? chiqazgansan, lekin qaq ketgan. Jasur. Rabzal. Gaplaring yo'qmi? Bizlarning nima gapimiz bo'lishi mumkin? Qo'lni siz qo'ygansiz. Bu yog'iga ham o'zingiz javob bering, yo men qo'ydimmi qo'lni?
Shuni bekor qilamiz. Ye, jasi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tuzimsiz? Charcham. Nima shamol uchirdi? Shunga shundoq qo'l qo'yib yuborsangiz, bugun ham mol chiqazotgandik. Ye, yakshanba kuni hammi? Chaqirsangiz borardim. Ay yo'q, akam ham o'sha yerdalar, shart emas. Ha, o'zlari shu yerdamilar? Shunchaki siz yakshanba kuni ham bezsa qindaylik uni ham dedilar-da. Bo'ldi. Mana, Rahmat. qani? Uyga kiramiz? Yo'q, rahmat, shoshayotgandik. Ha, o'tirmay olib borib qo'yaman. Ay yo'q, rahmat aka, shoshyapmiz. Короче, sen 2 kun uxla. Yo molni joyiga qo'yasan. Yuborgan puling joyiga qo'yib qo'ygun, tushundingmi? Sanga emas ekan. Bor tirikchiligini qil. Jasur, charchamadingmi o'zi yoki aldashdi? Ko'chada katta qarzing borligini bilan ko'rsang bo'lardi. Nima deyapsan? Mani hech qanaqa qarzim yo'q. O'chir ovozingni. Davom ettir. Oke, bu ishlardan Sodiq akaning umuman xabari yo'q. Kezda ko'chada katta qarzi bor. Xohlasangiz molda qattaligini o'zim ko'rsataman. Aka, hozir hammasini men tushuntirib beraman. Iltimos, meni eshiting, shunaqa qilib. O'chir ovozingni. Sanada bu ikkinchi marta halol odamni yo'qotyapman. Jon aka, meni eshiting, iltimos. Adasi. Xo'sh. Eshitaman. Meni kechiring. O'ylamasdan gapirib qo'yibman. Rostdan ham aqlchilikda gap ko'p ekan. Tushunganing uchun rahmat. Menimcha ovqat tayyor bo'lganda yetgani kelding. Ha. Ovqat yeymizmi? Tayinla bo'lmasa. Xo'p. Qo'limni yuvib oling. Ota-onamdan qolgan bitta shu yodgorligim ukam bo'ladi. Ayb o'zimda. Juda ham erkalatib o'rganman. Nima so'rasa ortig'i bilan qilib berdim hammasini. Lekin sizga gap yo'q, aka. Ayb sizda bo'lmasa ham ukam menga yomon ko'rsatmadingiz. Bilaman, ishga qayting deganim bilan baribir foydasi yo'q. Lekin aka sizdan bitta iltimos.